Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gulshodaxon opajonim, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, bezovta qilmadimmi? Mendan birtalay samimiy so'zlar, shirinbar istak, hayotingiz doim quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin opajonim. Rahmat. Shukronalik kuningiz, payg'ambarimiz ummat bo'lgan kuningiz, qarshılayotgan yangi shukronalik yoshingiz muborak bo'lsin avvalambor. Biz sizni ayni damda opajonim, dilimdagi izhorim radio loyihasidan bezovta qilyapmiz. Shukronalik kuningiz munosabati bilan yaqin insonlaringiz nomidan sizga yetkazilishi kerak bo'lgan tabriq xatlar yetib kelgan ekan loyihamizga. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriq xatini qaysi bir yaqin insoningiz yo'llayotgan bo'lishlari mumkin opajonim? Yaqinlarim, kelinlarim, qizlarim, o'g'illarimdir. Aniq bir taxminlaringiz to'g'ri, farzandlaringiz yoki oila a'zolaringizdan qaysi birlardan ko'proq kutasiz? Kelinim bilan o'g'limdan ko'proq kutaman. Aha, unda siz ko'p kutirmagan holda opajonim, o'zimning variantimni o'qib eshitiraman, ruxsatingiz bilan. Sizni avvalambor barcha oila a'zolaringiz nomidan o'g'lingiz Yusufjon aka, nabirangiz Samiraxon, turmush o'rtog'ingiz Bahodir aka, o'g'lingiz Jahongir aka, qizlaringiz Lolaxon, Xurshidxonlar nomidan sizni juda ham cheksiz hurmat qiluvchi mehribon keliningiz to'g'ri topdingiz opajonim. Shahnozaxon opamiz yo'llayaptilar ushbu tabriq xatini. Mayli mo'larning mehr muhabbat bilan bildirgan samimiy tilaklarni, tabriq xatlarini sizga yetkazsam. Mayli. Assalomu alaykum. Men uchun eng aziz, mehribon qaynonajonim, bugun sizning hayotingizdagi eng go'zal, eng barakali kunlardan biri. Ushbu shukronalik muborak yoshingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga Alloh uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi va oilamiz baxtida doim e'zozda bo'lishingizni nasib aylasin. Siz nafaqat farzandlaringiz uchun, balki biz keliningiz uchun ham ibratli ona, dono, maslahatchi va mehr manbaisiz. Har bir so'zingizda tajriba, har bir nigohingizda mehr, har bir duoyingizda samimiyat mujassam. Sizning sabr toqatingiz, bag'ri kengligingiz va pok niyatingiz biz uchun katta boylikdir. Uyimizda sizning borligingiz fayz va barakat, totuvlik va tinchlik demakdir. Har bir qilgan xizmatimiz, har bir qadamimizda sizning roziligingizni olishga yaratgandan so'rayman. Agar bilib bilmay ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam, kelinlik hurmati bilan kechirim so'rayman. Aziz qaynonajonim, bugungi yoshingiz sizga faqat quvonch, shukronalik va ezgu lahzalarni olib kelsa, yuzingizdan tabassumingiz, qalbingiz xotirjamlik, hayotingizda baraka arimasin. Farzandlaringiz va nabiralaringiz baxtini ko'rib, ularning ezgu kunlarida guvoh bo'lib yurishlik baxti sizga nasib aylasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham hurmat qilaman, qadrlayman. Alloh sizni doim o'z panohida asrasin. Hurmat va muhabbat ila mana shu samimiy tilaklarni mehribon keliningiz tarafidan qabul qilasiz opajonim. Rahmat. Siz taraf ushbu she'riy tuhfani ham yo'llab qo'ygan ekanlar. Baxtimizga salomat yuring dunyoda. Boshingizda doim bo'lay parvona. Sizdan mehribon yo'q, sizdan ziyoda. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuz yoshlarga to'ling mening boyligim, baxtimga bor bo'ling dard chekmay sira. Beozor farishtam mening jannatim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya mana shu samimiy she'riy tuhfalarni ham o'sha qutlug' kuningizda taraf yo'llab qolgan ekanlar opajonim. Qolaversa, dilimdagi izhorim loyihasi ijodkorlari ham bugungi tavallud topgan shukronalik kuningiz bilan muborak bo'lsin dedilar. Ilohim joningiz sog' bo'lsa, mana shunday sizni o'ylovchi mehribon keliningiz qolaversa, barcha oila a'zolaringiz baxtiga hamisha salomat bo'lib yuring opajonim. Siz bilan bo'layotgan suhbatimiz ayni damlarda esdalik uchun yozib olinmoqda. Muborak ovozlaringiz, sizning ham tabrik yo'llagan mehribon keliningizga aytadigan samimiy tilaklaringiz bo'lsa, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Rahmat qizim. Avvalambor kirib kelayotgan 2026-yil hammamizga muborak bo'lsin, omadli, baxtli yil bo'lsin. Mana shu kelinlarim, qizlarim, o'g'illarim, xo'jayinim, jamiki qavmi qarindoshlarim hammasi
sağ salomat bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, dasturxonimiz to'kin bo'lsin. Nima deyman yana? Farzandlarim qo'shganlar bilan qo'shaqarsin. Shu farzandlarimning baxti kamolini, komil inson bo'lib yetishganligini, bolalarimni otasi bilan birgalikda ko'rish Allohim bizlarga nasib aylasin. Rahmat opajonim, bildirgan samimiy tilaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Ushbu huzur-siringizda ilohimsiz ham mana shunday mehribonlaringiz, oila a'zolaringiz, farzand va farzandlaringiz baxtiga hamisha salomat bo'lib, ularning yaxshi kunlarida, quvonchli kunlarida hamisha hamnafas bo'lib yurishlik baxti sizga nasib aylasin har qachon. Sizga sog'lik so'ray Xudodan, yaratgan asrasin, balo qazodan qo'lingiz tushmasin, asrododan hayotingiz nurlarga to'lsin, yana bir bora tavallud kunlaringiz, shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin opajonim. Rahmat qizim, sizlarning ham ishlaringizga, joriy ishlaringizga omad tilayman. Bundan-da yanada rivojlanib, ishlarimizni omadini bersin. Rahmat opajonim, sizga ham. Oy yuzidan nur bo'lib sizga uzilib keldim, bog'ingizga gul bo'lib asta egilib keldim. Ochildi baxt eshigi, baxtim deb kirib keldim. Onamdek bo'lsinlar deb duolar qilib keldim, duolar qilib keldim. Qaynonam jonim onam, qizim deb seving meni, bor mehrim berib men ham rozi qilayin sizni. Qaynonam jonim onam, qizim deb seving meni, bor mehrim berib men ham rozi qilayin sizni. Adashsak yo'limizni ko'rsatasiz o'zingiz, bizga shirin yashashni o'rgatasiz o'zingiz, bizga shirin yashashni o'rgatasiz o'zingiz. Qaynonam jonim onam, qizim deb seving meni, bor mehrim rozi qilayin